ertaga mani nikoh zaksimdasan, po'xuy, ishing bo'lmasin degan po'xuy naxuy boshlanadi deb o'ylab qoldimda o'zimcha. Zakis qilib menga просто dokumentlarimni cho'tka qilib berganda bo'lardi-da. Даже men shunga arzimabman, iди naxuy dedim. Yo'qol dedim. Menga zakis qilib просто egak chiqib oladi, keyin o'zinikini o'tkazib oladi deb o'yladim-da. O'shaning uchun men rozilik bermadim. Qancha so'tiradi mani, davay ketdik, zakis qilaylik deb. Men ko'nmadim. Uydagilarim oldiga keldi, ko'nglidan chiqolmadi, birontasiga yoqmadi. Hozir dadam kuchukdan ham yomon ko'radi uni, nima uchun bilmadim. O'shaning uchun o'zimga ham yoqmaydi. O'zimni ham vashi bir oyog'imdan tortadi agar bir ish qila olmayman. Hayotda yashashimga даже qiziqishim qolmaydi. O'ziga keladigan bo'lsak, normal pul topib, meni uhajat qilib qo'ygan joyi yo'q-da. Har zamon birida kuchukka suyak tashaganday 40 ming bir oyda 20 ming shunaqa qilib berib qo'yadi. Menga u pul nima kerak? Nixuya kerak emas u pul. Men topaman desam, dahoya topaman. Men uni nima qilaman? To'g'risi ham-da. 40 ming pulni bir kunda yeb qo'yaman-da. O'zing bilasan meni xarakterimni. Ay billah. Har yoqqa qochib ketmang. Endi Pulni top pul biz to'g'ri, pul rol o'ynaydi. Pul da yana nima? Endi bu narsani aytishim kerak emas, lekin aytaman, chunki balkonim bilaman. По-любому biladi bular bir kun kelib bu narsani. Mendan bo'lmasa boshqasidan eshitadi. Mendan bo'lmasa Madinadan eshitadi. Madinadan bo'lmasa boshqa qizdan eshitadi. Chunki Madina ham bilgandan keyin dunyo biladi. Qarichi otasi Amerikada, onasi xolasi bilan mani dadam, onam yashaydigan uyga kelib janjal qildi. Nima debdiki? Qizing meni o'g'limni boshini aylantirib olgan. Qizingni yig'ishtirib ol deb janjal qilib ketdi. Shu narsa to'g'rimi? Men shunday uni kechiramanmi? Bitta onasiga so'z o'tmagan erkak o'sha bo'ladigan bo'lsa, menga unaqa erkak vashi kerak yo'q. O'zini hayotiga, o'zini onasiga so'z o'tmagan erkak menga kerak emas. Oyjon, tamom, qarorim qat'iy. Nima qilsangiz ham ishim yo'q. Menga o'sha kerak, tamom. deb onasini даже bu yoqqa kelishigacha yo'l qo'yib qo'ymaslik kerak edi-da. Yo, misolda menga qara. Uydagilaringning ko'nglini zabt etganda Kumush. uydagilar, Ha. kim ol? Meni himoya qila olmaydi. Misolda uydagilaringning ko'nglini misol zabt etganda sen borardingmi Tojikistonga? Men Tojikistonga bormasdim. Oddiy Nima uchun Tojikistonga borar ekanman? Men O'zbekistonda yashardim u bilan. Uydagilarim ko'ngli zabt etganda, meni ko'nglimni zabt eta olmagan bularnikini zabt etadimi? Meni просто o'ziga o'rgatgan xolos, o'zi menga o'rgangan, tamom. Bizda sevgi ham bor deb o'ylamayman, boshqa narsa ham bor deb o'ylayman. Shunday vaqt o'tishi bilan inson bir-birini ko'proq ko'rib, bir bilan suhbat qilganda o'rganadi-yu, o'sha o'rganish bo'lgan deb o'ylayman. Yo, misolda senga savolda hozir bitta bola chiqsa misolda hamma narsani ta'minlab qo'yib shu zabt etsa-da, misol hamma narsani qilib qo'ysa, borasan sen. Po-любому olib ketaman desa borasanmi? Agar ota-onasiga so'z o'tib, meni birovga haqorat qildirib qo'ymasa, конечно, boraman. Agar uning orqasidan men aziyat chekadigan bo'lsam, uni oilasi orqasidan yoki qarindoshlari yoki kimlaridir tomonidan men aziyat chekib, menga zarar yetadigan bo'lsa, hayotimda u meni ko'nglim tugul, dunyoni ko'nglini zabt etib qo'ysa ham bormayman. Agar o'zini so'zi o'tadigan erkak bo'lsa, boraman. Sen uni ota-onasini hurmat qilib, qon og'aynilarini hurmat qilsang, ular ham seni hurmat qilsa deyman-da, misol. Bo'ladi unaqa qilsa, lekin meni hurmat qilmagan. Menga og'zidan keyin gapini gapirgan. Lekin do'xi yo'qki, meni o'zimni oldimga kelishiga. Meni kutib turadi ketishimni.
Chunki men shu yerda bo'lsam, men o'zim bilaman nima qilishni. Chunki men xarakterim juda ham yaxshi biladi. Bitta telefonda gaplashib bilgan. Qanaqaligimni. Iflosligimni. Xo'p, Bitta tema gapirsang odam bosib ketadi. qarang, eshiting, mani shunaqa kelib, eshiting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Odamgarchilik ma'nosida. Tuzukmisiz? Короче, maylimi sizlar bilan chut-chut gaplashib olsak, muomalaga kirib. Desalar, onam shu 2 piyola choyni qo'yib, chiroyli gap kutib olmasmidi o'sha insonlarni? Kelib, qizingni yig'ishtirib bor. Pashol mani o'g'limga unaqa qilibdi, o'g'lim bunaqa qilibdi, o'g'limni nima qilibdi? Shu gapga ham kelib menga dugona yaxshimisiz? Короче, bitta maqsadda keldim. Men qizingiz bilan o'g'limga noroziman. Ikkalasi ajralib ketishini xohlayman. O'shani qizingizga tushuntirib qo'ying. Desa, onam bilan dadam menga tushuntirib qo'yadi bu narsani. Men qaytib o'sha insonni hayotimga yo'latmasdim. Qizing yaxshi, qizing derkan, o'g'limni topganini yeydigan ekan. Unaqa ekan, bunaqa ekan degan. O'g'li nima topib, nima yedirdi menga. Tavba qildi. Mana qara, sen bilan gaplashsam nedi ishimning halisi keldimi? Pullarni kelib olib ketdi yotib. Tepada bittasi. Men o'zi omadli qizman-da. Men bilan yurgan insonim omadli bo'lishi kerak. Agar o'sha insonni ko'ti po'q bo'lsa, men omadli bo'lmaymanmi? U ko'ti po'q bo'lsa, u harakatsiz bo'lsa, amiga kirib ketaveradi sekin-sekin. Agar inson harakatchan bo'lsa, meni yonimda yurgan inson harakatchan bo'lsa, hammasi yaxshi ketaveradi. Mendan o'zi olsa hammasi Yomon